Yo bolalar qandaysizlar? Bugun sizlar bilan Razor. Bugun sizlar bilan hacker nimaga YouTube'dan ketdi? Avvalgi YouTube'dan ketdi. Lekin u qaytdi. Nimaga avvalgi YouTube'dan ketdi? Savol. Bo'ldi, yig'lamaymiz. Hacker avtohalokatga uchradi. Avtohalokatga uchradi. Bo'ldi. Bunaqa demaymiz. Mavzuga o'tamiz. Hacker chunki hamma videosiga shikoyat qilgan, Telegram'dagi shikoyat qilgan. Shuning uchun ketib qolgan va yangi akkaunt ochgan. To'g'risini bilmadim, o'zim tasavvur qilib shu gapni aytdim. Masalan, bunaqa bo'lishi mumkin. YouTube kanali o'chib ketishi mumkin. O'chib ketgandir. Prosta yangi kanal ochmaydi-ku. O'zini kanalida ketaveradi. Qanday? Hackerni tug'ilgan yilni to'g'risini bilmayman. Yoshi so'radim o'zidan. Javob berdi. 12 yosh, 11 yosh dedi. U nimaga to'g'risini aytmadi? Xo'p. Hackerni hozirgi kanalni registratsiyadan o'tgan sanasi 22-may 2025-yil ekan. 22-may. Uni qaytishiga kim sababchi? Prezident sababchi. Bu YouTube'ga prezident qaytargan, hammalar rahmat so'raylar. Rahmat deylar. YouTube kanaliga kirib birang. Eng oxirgi videosiga. Davay. Mana shu prezident bo'lmaganda sizlar nima qilardik? O'tirardingmi? Davay like bos. Menga ham bos. Xo'p. Endi u hozirda bo'yi 178 santimetr. Hacker hozirda maktabga boradi. Maktab sinfi 8-sinf. 8 yoki 7. Aytgancha u hozir avvalgi YouTube'da qiladigan streamxonasi yo'q. U yonib ketgan. Yo'q. Hamma narsasini sotib olgan, puli qolmagan. Uyiga ro'zg'or qilish kerak. Shuning uchun hamma narsasini sotib olgan. Hackerning ismi Shohjahon. Familiyasi esa Jo'rayev. Uni uydagilari Marat deb chaqirishadi. Marat ismi Rossiya ismi bo'ladi. Aytgancha sizlarni aldodim. U 11-12 yosh emas. Hozirda u 17 yosh. U Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. Hacker Minecraft o'yinini sevib o'ynaydi. U vaqtincha PUBG ham o'ynab turadi. Hacker sochini jingalak qilib yurishni yoqtiradi. Men shu yerda videoni to'xtataman. Sizlar esa meni qo'llab-quvvatlanglar va biz ham mana shunaqa videolarni chiqarib boshlaymiz. Sifatli videolarni chiqarib boshlaymiz. Streamlar qilamiz. Agar sizlar obuna bo'lsanglar, hammalarga xayr. Sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sizlardan boshqa hech kimim yo'q.